Shularning dastidan restoran, kafelarda ham ayollar ko'payib ketdi. Abidga borsang ham, ujinga borsang ham 80% restoran, kafelar ayollar. Sababi mana shunaqa lattalar o'zi ishlamagandan keyin, yalqov bo'lgandan keyin, xotin ishlatib qo'ygandan keyin ayol kishining qo'liga pul tegsa, u sikkadi hammamizni. Ayol kishining qo'liga pul tegsa, itaradi hammamizni. Bo'ldi, pizes degani. Ayol ishladimi? Ayol sendan ko'p pul topdi, bo'lsa sen yutqazding. Bu hayotni yutqazding, ajrashib olaver, javob beraver. Skazka u hammasi, xotin qo'sh ho'kiz, bir bola ho'kiz, ola ho'kiz yo'q u. 40 yildan keyin bo'lishi mumkin, bir-birini tushunib, farzandli bo'lib ketgandan keyin, chiroyi ketib, anaqa bo'lgandan keyin yo'q. Ayolga bitta xo'jayin bo'ladi, erkak. Agar unga ishga kirgandan keyin ishxonada ham erkak bo'lsa, u ham unga buyruq bersa, bo'ldi, sen o'sha erkak emassan. U ham erkakda. U boradi ishxonaga, sen bilan solishtiradi. Vajohatli, chiroyli mashinada duxiyani oxiriga sepib, katta boshliq, hamma qo'rqib turadi boshliqdan. Paxta qo'yadi. Bu boshliq keyin xotiningga buyruq berishni boshlaydi. Shunda xotiningning xo'jayini ikkita bo'ladi. Shu lattalar ko'payib ketgandan keyin qisman, hammasi emas, qisman. Mana o'shancha restoran, kafelarda pul topgandan keyin ayollar bemalol gap, pap, bemalol vechirinka, uyda brat dot o'sha xotin erigan. Brat men kechroq boraman, qizlar bilan o'tirishim bor. Eram, ha, onasi men kunlarni yuvib qo'ydim. Bolalar, o'zimizni qo'limizda hammasi, o'zimizni qo'limizda. O'zimizni qo'limizda. Hech kimni to'nkamang. Biz duximiz yetgan hayotda yashayapmiz. Zo'rmisan? O'tkazib qo'y. 2 tami, 5 tami xotining, bittami? Bo'ldi, qil. Erkak hamma zarbani qabul qilish kerak. Bilaman, hammamizni ichimizda ichimga aytolmaydigan gaplarimiz bor.